Amerika'ya getilmay yurganlar va qaqras o'qish bahonasida ketsa bo'ladi ekan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, dedim ki bu adam ketib turibdi aynan Xorazmda. Telefonda, kompyuterda uydan chiqmagan holda bakalavr diplomuna ega bo'lish mumkin. Chet elda o'qib keldik hamdalik, keyin O'zbekistonda ishga kirish masalasini ish bo'ladi. Bu agar sizlarga topshiradigan bo'lsa, yarim yo'lda qolib ketmaymi? Firmalaringiz ilinib, hozir ko'p firmalar ilinib yotdi. 8000 dan ziyod odamlar yordam berdik talaba bo'lishlarini. 4 yil ham kontrakt to'lamasdan to'liq byudjetda o'qishi mumkin. Xo'p, bu yerda yana Rossiya, Amerika ham bor-ku. Amerika'ya getilmay yurganlar va qaqras o'qish bahonasida ketsa bo'ladi ekan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya, Xitoy, Singapur. Qaysi birisini o'qishga topshirsa bo'ladi ekan. Ko'ramiz hozir ichana kirib. Assalomu alaykum, Sho'xtil obunachilari. Mana bu yil ekzamenlar ham tamom bo'ldi. Mandat ham chiqyotir. Kimdir yurakini qovushtab o'tiribdi, kimdir so'nib. Men bugun обязательно giraman. Men hammasini ishlab chiqdim. Men anibonni urdim deb ko'p abituriyentlar hozir kutish jarayonida. Biz esa bugungi videomizda shu bo'lajak talabalar uchun video qilyapmiz. Mana Urganch shahrida 2019-yildan beri Asia Consult chet el o'qishga jo'natuvchi konsalting firmasına geldik. Kimdir o'qishga yurolmay qolgan bo'lsa, yana kimdir chet ellarda o'qishni davom qildirmoqchi bo'lsa, shu konsalting firmaga kelaverasizlar. Bugun esa biz sizlarga to'liq ma'lumot beramiz shu konsalting firma doğrusunda. Bu firma endi Urganchni markazida joylashgan. Yana bunda Tomaris Nur gipermarketini ko'rib turibsizlar. Qadimki tunnelni oldinda bu tarafda keyin fotostudiyalar bor. Shuni yonboshida yana Asia Consult deb nomlangan chet el o'qishga jo'natuvchi firma bor. Shuni hozir sizlarga ichki qismidan ko'rsatib, to'liq ma'lumot beramiz. Firma direktorlari bilan suhbatlashamiz. Sizlar uchun foydali va sizlarning kelajaklaringiz uchun chiroyli bir videolarni yasab chiqaramiz. Qanunda ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Urganchdan ishni boshlab berdingizlar. Xudo xolasa. Oktyabrdan beri ishlab turibmiz. Shu o'zingizni bir donishtirib bersangiz, ham shu firmangiz to'g'risida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Biz Asia Consult kompaniyasi 2019-yildan beri faoliyat ko'rsatamiz. Xorazm filiali aynan oktyabr oyidan beri ishlab turibdi. Asia Consult kompaniyasi 2019dan beri 8000 dan ziyod odamga yordam berdik talaba bo'lishlarini. Bu yaxshi ko'rsatkich deb o'ylayman. Shularning hammasi chet eldami? Hammasi chet elda. 300 dan ziyod menejerlarimiz bor. Har bir mijoz bir menejerga biriktirilgan bo'ladi. Qaysi davlatlar endi yurib turibsizlar? Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya, dimki bu odam ketib turibdi aynan Xorazmdan. Endi yaqinda Amerikani ham qo'shdik. Amerika ham ketsa bo'ladi. Amerika ham ketsa bo'ladi. Qonun yo'l bilan. Nechta o'qishlar endi sizlarda bor? Qaysi o'qishlarga kirsa bo'ladi? Biza orqali hamma sohalar, O'zbekistondagi bor hamma sohalar bakalavr, magistr yo'nalishlarini bemalol ketib o'qisa bo'ladi. Sirtqimi yo? Sirtqi o'qishni 5 xil turi bor. Kunduzgi, sirtqi, kechki, yakshanba dam olish kunlari o'qiladi. Keyin sirtqini onlayn tarzda o'qiydigan o'qish turlari bor. Uyda o'tirib chet elga ketmaydir, ha, to'g'ri. Telefonda, kompyuterda uydan chiqmagan holda bakalavr diplomuna ega bo'lish mumkin. Ta'limni sifatini hech qanday buni ta'siri yo'q. Auditoriyadan yozib olingan darslar video uroklari joylashtirilgan bo'ladi. Kimdir masalan talaba bo'jaq bo'lsa, talaba bo'jaq istagini bildirsa, nechik bo'ladi u? Dokument kerak bo'ladimi, yo pulli bo'ladimi, yo test o'tkaziladimi, nechik bo'ladi? Biz shartnoma qilgan oliy ta'lim muassasalari bilan suhbat asosida talaba bo'lishlarini yordam beramiz. Demak, murojaat qiladilar. Har bir mijoz bilan menejerlarimiz shug'ullanadi. Hujjatlarini olish tartibini shahar tushuntirib bergan. Hujjatlar olish tartibi bizlar hozircha pandemiya tufayli onlayn bo'lib turibdi. Faqat pasportini
keyin rasmini, diplom ichidagi ilovasini skaner variantini olib qolamiz. Skaner variantini Toshkentga yuboramiz, Toshkentdan shartnoma keladi bizga. Shartnomadan bemalol bank orqali to'lov qilinadi. Bu o'qishlarning hammasi shu grant asosida bo'ladimi yo kontrakt asosida bo'ladimi? Grant asosida o'qishlarimiz bor. Uning uchun test topshirishi kerak bo'ladimi? Test topshirishi kerak bo'ladi o'zingiz suhbat asosida. O'zimiz suhbatda o'tadi. Ba'zi holatlarda test topshiradi. Biz yordam beramiz testlarini muvaffaqiyatli o'tishini. Asosan masalan Rossiyaga ketadigan bo'lsa, Rossiyada o'qish tanlasa, birinchi koridorimiz rus tilini bilish darajasi. Agar umuman rus tilini bilmaydigan bo'lsa, vaqtni rejalashtiramizdan o'quv kurslarimizga biriktiramiz. Hech bo'lmasa o'qish boshlanadigan vaqtgacha rus tilini boshlang'ich darajasigacha chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demak, agar sizlar shu abituriyent keladigan bo'lsa, eng uning uchun optimal variantni tanlab ham berasizlar. To'g'ri, yo'nalish tanlash bize yordam beradigan ishimiz, yo'nalishni tanlashamiz. Qaysi davlat ma'qul keladi? Shu davlatdagi qaysi universitet? Bu narsalar tanlash juda ham muhim, buni to'g'ri tanlash. Davlatlardagi bor bo'lgan universitetlardan abituriyent o'zini eng ma'qulini tanlaydi, birgalikda tanlaymiz. Undan keyin hujjatlashtirish etapini o'tamiz keyin. Muhokama, yana bu siz hozir Amerikaga ketadigan deb turibsiz. Amerikaga ham ketsa bo'ladi o'qishda turibsiz. Bu rostmi? Boshqa konsalting firmalardan men eshitmadim-da. Amerikaga o'qishga ketadi degan hamma ko'p odam orzusida bo'lyapman menimcha. Oshi to'g'risida bir ko'proq bir to'xtalib o'tsangiz. Amerikaga ketish proyektimizni ochilganiga bir hafta bo'ldi. Bir haftami? Bir hafta bo'ldi. Amerika, Koreya hamma yerni so'raydilar, lekin biza qo'l uradigan proyekt garantированный bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa 80% garantiyasini balandroq bo'lishi kerak. Demak, bu proyektimiz 3 xil etapda bo'ladi, 3 xil tarif bilan. Tafsilotlarini aytamiz desak, hozir bu yerda dum katta bo'lib ketadi. Lekin bu yerga kelib, individualni gaplashib, telefon orqali onlayn tarzda ya bo'lmasa keladilar, maslahatlashamiz, tartiblarini tushuntiramiz. Amerika bo'yicha men aytajak gapim 80% garantiya bilan yuborib beramiz. O'qishga ketadilar. Yana borib bilasiz, qimmat, u yoqda shu student bo'lgandan keyin ish topib bilammi, u yoqda ishlab ham bilammi? Aynan shu narsani bizlar orqali borgan abituriyentlar borib faqat qora mehnatda yurmasligi uchun foundation kurslarini yuboramiz. Bu yoqda sertifikatlarini olishi, kabinetda o'tirib hech bo'lmasa oddiy buxgalter bo'lib biladigan yo'nalish yo'llarini ko'rsatamiz. Viza bo'yicha hammasi hal qilinadi. Ava. Shuning ichida bo'ladi. Shuning ichida bo'ladi. 6 oy davomida tayyorgarlikdan o'tadi. Amerikani etaplari bor o'zi. Posolstvodan muvaffaqiyat bilan o'tish uchun shunga tayyorgarlik ko'ramiz. Xo'p, aka, bu chet elda o'qib keldik ham deylik, keyin O'zbekistonda ishga kirish masalasi nechik bo'ladi unda? Chetda o'qib kelganingizdan keyin O'zbekiston chetni bilimini asqina bo'lsam baribir sinab tekshirib olishi haqqi bor, to'g'rimi? Haqiqatan o'qib keldimi, yo'qmi? Sifat bilim darajasini ham tekshirib olishi kerak baribir. Shuning uchun bu yerga kelgandan keyin bu yerda nostrifikatsiyadan o'tadi. Nostrifikatsiyani topshirish jarayoni yagona darajaga 3 minimal to'lanadi dag'in. O'zini mutaxassislik fanidan test topshiradi. Testlar har oyda o'tiriladi. Demak, test topshirganidan keyin nostrifikatsiya qog'ozi beriladi, sertifikati beriladi, O'zbekistonda tan olindi degan. Shu bilan O'zbekistonning davlat idorasi bo'lsin, xususiy idoralar bo'lsin, o'zlarimiz olgan diplom bilan bir xilda. Yana bir savol, agar shu chet elda masalan o'qib turibdi, 1-kurs, 2-kurs bor, 3-kurs deylik, keyin imkoniyati yetmay qolib turib O'zbekistonga perevod etishni imkoni bormi? Albatta, imkoni bor. O'zbekistondan 1-kursni tugatgandan keyin o'qishini ko'chirib o'tirishi mumkin. 2ni bitirgandan keyin ham o'tirishi mumkin. Buning uchun 1 yil davomida o'qigan fanlaridan, demak, imtihonlaridan qarzi bo'lmasligi kerak. Talabani ilk zachotkasidan ko'chirma olib berilishi kerak. Skript deb aytiladi. Shu bilan beri hujjat topshirilib, agar bu yerda kirish balini 35% ni olib beradigan bo'lsa,
o'zlarimizni o'qishni davom ettirib ketish mumkin muammosiz. Masalan, girish bali 169 ball bo'lgan bo'lsa, aynan o'qishni ko'chirib o'tirish uchun bu yil 66,1 ball deb belgilandi. U demak O'zbekistonga ko'chirajak bo'lsam, baribir test topshirib beradi. Baribir test topshiradi, albatta. Bu bilim bilan bog'liq faoliyat-ku, baribir, to'g'rimi? Bu ishni sizlarga murojaat qilish uchun shu flyerlarda yozilgan telefon raqamlari telefon qilish kerak axirang. Flyer bilan keling va 250 ming so'mlik bonusga ega bo'ling deysizmi? Ish flyer bilan kelsa, skidka bor axirang. Tushunarli. Nechadan nechaga ishlaysizlar? Ish vaqti soat 8:30 dan kechki 6 gacha. Har kun. Har kun. Demak, unda berib keladigan bo'lsalar, shu pasportini olib keladi. Pasporti, rasmi, attestati, ilovasi, maktabni bitirganlik to'g'risida hujjatlari bilan keladi. Chet el magistraturaga kirajak bo'lsam, sizlarga murojaat etsa, sizlardan bitadi ishlar. Albatta. Men qarang, Muhabbat aka, bu agar sizlarga topshiradigan bo'lsa, yarim yo'lda qolib ketmaymi? Firmalaringiz ilinib, hozir ko'p firmalar ilinib yotdi, ochilib yotibdi. Kompaniyamiz 2019-yilda ochilib, shu vaqtgacha 8,000 odam oz emas bu. 8,000 talabaga yordam berdik. To'g'rimi? 26 filial bo'ldi O'zbekiston bo'yicha. 26 filialda 300 menejer ishlab turibdi. Har bir mijoz, har bir menejerga biriktirilgan bo'ladi. Biz sezonni ishlamaymiz. Yil davomida talabani har xil savoli bo'lishi mumkin. Biz talaba bilan universitet orasida turgan ko'prik bo'lgandan keyin yopilisha haqqimiz yo'q. O'qishga kirib ketgandan keyin ham to bitirinchalim bizlar bilan bizani birgalikda hamkorlikda albatta o'qib yurganlik to'g'risida spravka olib berish kerak bo'ladi. Talaba kimga murojaat etadi? Bizlara o'zini menejeriga murojaat etadi. Yil 12 oy mana shu ofisimiz hamma ochiq bo'ladi. Bu spiskada bu davlatlardan asosiysi shu Turkiyada ko'p borib turibdi deysizmi? Turkiya Xorazmdan ko'p borib turibdi, chunki ishlamakka borganlar bir vaqtning o'zida ham ishlab, ham o'qib yuradilar. Oliy ta'lim olib kelish imkoniyati bo'lib turibdi. Ham Turkiyada kontraktlari ham bor. Ta'lim sifati ham shunga yarasha javob beradi. Shuning uchun ham o'qib, ham ishlab bemalol ham iqlim ham masalan mos keladi, to'g'ri. Bu Rossiyadagi universitetlardan bir aytib o'tsangiz, shular bo'yicha bir ma'lumot berib. Nechta universitetlar bor yerda? Rossiyani asosan katta markaziy regionlarida universitetlarimiz bor. Moskvada albatta, Moskva, Sankt-Peterburg, keyin Vologda, hozir Altay kraydan ham chiqib turibdi universitetlar. Universitetlarni ichida grant asosida o'qishga girish imkoniyati ham bo'lib turibdi. Hozir 4 yil ham kontrakt to'lamasdan to'liq byudjetda o'qishi mumkin. Texnik yo'nalishlari, iqtisodiyot yo'nalishlari, hozir abituriyentlarning ko'p tanlanib turgan yo'nalishlaridan birlari shu. Ekonomik, iqtisodiyot sohalarini ko'p tanlaydilar. Moskvada bor. Moskvada demak Rossiyskiy universitet Drujby narodov. Rudayan deymiz. Bu top mingtalikka kirgan universitet. Rossiyani bir yaxshi yeri bor. O'zbekistonni to'g'ridan to'g'ri diplomi ikki holatda o'tadi. Agar top mingtalikni bitirgan bo'lsa, yo bo'lmasa Rossiya universitetlarini kunduzgi ta'limda o'qib bitirsa, O'zbekistonni to'g'ridan to'g'ri diplomi tan olinadi. Masalan, yana yurtdoshlarimiz bor, shu anda ishlab yurgan, o'qishga kiraman deb. Bu yandan sizlarga necha deb uchrashsa bo'ladi, nechik bo'ladi? Shu yandan turib ham imkoniyatlari bormi o'qishga kirishni sizlar bilan bog'lanib? Hujjatlarini onlayn tarzda qabul qilamiz deb aytib o'tdik. Demak, hozir hujjatlarini skaner etib bizlar bilan bog'lanadigan bo'lsa, hujjatlarni topshiradi. Onlayn tarzda shartnomalarni chiqarib beramiz. To'lovni ham o'zina qulay bo'lgan bankdan borib to'lov qilishi mumkin bo'ladi. Universitet tanlash, yo'nalish tanlash bo'yicha bepul maslahatlar beriladi. Albatta uni ham onlayn tarzda murojaat qilishi mumkin. Xohlagan joyda turib bog'lanish mumkin hozir. Dunyoning любой joyidan turib sizlar bilan bog'lanadi. Bu konsultatsiyalar hammasi bepul. Albatta. Demak, kimda kim yana abituriyentlardan o'qishga girilmagan bo'lsa, yo girishni planlashtirib yurgan bo'lsa, chet ellarda o'qishni xohlasangizlar, shu yana Muhabbat akama murojaat etasizlar, jamoasini kelasizlar, shu yerda yana rasmiylashtirib hujjatlarni to'g'ridan to'g'ri
yana ko'rsatilgan Rossiya, Turkiya, O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Tojikiston, Singapur, Qozog'iston shu kabi yana Amerika ham qo'shilibdi qaqras yaqinda. Shu kabi davlatlarda, chet ellarda o'qishni xohlasangizlar, Asia Consulting firmasına gelip yana murojaat etaverasizlar. Shu tildan deb kelsalar bir yengilliklarni qilib berasizlar. O'zlaringiz qarashtirib, ko'rishtirib, aksiyalarimizga qo'shib beramiz. Kelaverasizlar. Murojaat qilish uchun ekranda yozilgan telefon raqamlariga telefon qilib, bog'lanib, konsultatsiyalarni yana bepul o'tkazib va chet ellarda o'qish imkoniyatine ega bo'lasizlar. Biz esa shuning bilan videoroliklarimizni yakunlaymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like'larni bosing. Qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozib qoldiring. Mana Asia Consult jamoasi shu kommentariyalarni o'qib, sizlarga javob berishga harakat qiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.